Kengashimizning kir yuvish mashinasiman. Ya'ni yer osti dunyosidan kelgan, qayerdan olinganini noma'lum qora pulning oqlanishini ta'minlayman. Pulni oqlab tizimga kiritaman. Chet el banklari orqali vositachilik qilasizlarmi? Ha. Bu banklar biz uchun yer yuzidagi jannatlardir. Soliq yo'q. Kichkina bank komissiyalari bor. Eng muhimi, bu qayerdan kelyapti deb so'raydigan odam yo'q. Biz odatda Angliyaning Virjiniya oroli banklaridan foydalanamiz. Biroz vaqt Janubiy Kipr bilan ham ishladik, ammo u yer hozir ruslarning nazoratida. Kipr masalasida shuning uchun ruslar Janubiy Kiprga yordam beryapti. Ha, xuddi shunday. Oqlangan pullarni nima qilasiz? Pul bank kassasiga kirgach ishlar osonlashadi afandim. Undan keyin puldan pul topish davri boshlanadi. Buning uchun avval chuqur aloqalar kerak. Sarmoyani qayerga yotqizmoqchi bo'lsak, o'sha davlat hukumati nimalar qilishini oldindan bilishimiz kerak. Qonunlari, soliq tizimi, shirkatlarining ahvolini, o'sha davlatlar hukumatlarining kabinetlarida nimalar bo'layotganini aniqlaymiz. Bizga namuna bo'ladigan odam bu George Soros. Ko'zimiz, qulog'imiz ham unda. Qayerga boryapti, qayerga pul o'tkazyapti, doim uni kuzatamiz. Bu bir afsona. Bilasiz, 5 yil oldin bir o'zi Angliyaning moliyaviy ahvolini yo'lga soldi. Inglizlar inqilob bo'ladi deb qo'llaridagi barcha funt sterlinglarini chiqargandi. Soros shunday qildimi? Biz ham darrov qildik. Bozorga milliardlab funt sterling chiqdi va narxi tushib ketdi. Inglizlar esa revolyutsiya qilishga majbur bo'lishdi. Ya'ni Soros bir afsona. Sorosga qarshilik ko'rsatish mumkin emas. Qaysi davlat unga qarshi chiqsa,